mahalla hududida sanitariya, ekologiya va noqonuniy qurilish bo'yicha jarimalarning 10% mahalla byudjetiga yo'naltiriladi. Qo'chqorov ham mahalla byudjetiga 2026-yildan boshlab har yili kamida 200 milliard so'mdan ajratadi. Ularning hisobiga respublikadagi mahallalar ixtiyorida yiliga qo'shimcha 350-400 milliard so'm mablag' qoladi. Ana shuni aytib o'tgan 5 ta manba hisobidan kelgusi yil uchun 2000 ta mahallaga qo'shimcha 8,5 trillion so'm mablag' beryapmiz. Endi savol tug'iladi. Qaysi viloyat hokimi, tuman hokimi yo yettilikning rahbari bu mablag'larni samarali ishlatishga tayyorgarlik qildi? To'g'ri, mahalla yettiligi tizimida 50 mingdan ziyod xodim hozircha ishni og'ir yengiliga qaramay bir xil maosh olayapti. Hisob kitobi bor, berilayotgan mablag'ni qadrini biladigan tuman hokimi mahalla yettiligini to'g'ri ishlatishni o'ylashi kerakmi, yo'qmi? Albatta kerak. Yana bitta masala. Norindagi yangi O'zbekiston qiyofasi kirayotgan mahalla atrofdagi yana 6 ta mahallaga xizmat ko'rsatadigan markazga aylanyapti. Sal turtki bergan edik, zamonaviy go'zar, servis markazi, bog'cha, maktab quraman, ishlab chiqarish qilaman degan o'nlab tadbirkorlar mahallani o'zidan chiqib keldi. Atrofdagi 6 ta mahalla shtatidan to'g'ri foydalanib, tejalgan mablag'lar hisobidan arxitektor va urbanist jalb qilingani natijasida 7 ta mahalla qiyofasi butunlay o'zgarishi uchun imkoniyatlar paydo bo'layapti. Chunki tadbirkorlar ishini boshlash va biznesni kengaytirish uchun birinchi navbatda nima kerak ularga? Yaxshi joy so'rayapti. Har bir mahalladagi gavjum ko'cha bormi? Bor. Bo'sh yer va binolar bormi? Albatta bor. Faqat shu joyni mutaxassis bilan loyihasini tayyorlab, infratuzilma qilib berishimiz zarur.